Amallar qaysi kuni Alloh taologa taqdim qilinadi? To'g'ri javob: dushanba va payshanba kunlari. Bir kuni roza tutib, bir kuni roza tutmaydigan payg'ambar kim? To'g'ri javob: Dovud alayhissalom. Jannat ahlining yoshi nechida bo'ladi? To'g'ri javob: 33 yoshda. Farishtalar qatnashgan jang qaysi jang bo'lgan? To'g'ri javob: Badr jangi. Rasululloh vafotidan so'ng kim Muhammad o'ldi desa, uni qilichim bilan ikkiga bo'laman degan sahoba kim edi? Bu savolga javobni kommentariyaga yozib qoldiring.